qonda trombositlarni ko'taruvchi ilikdan tabiiy qon ishlab chiqarishga yordam beradi. Mana bu qon to'xtatuvchimiz esa qon tomir devorlarini mustahkamlab beradi. Masalan, siz aytishingiz mumkin, menda qon ketish yo'q. Siz yaxshilab ahamiyat bering. Badallarda har zamonda ko'karishlar bo'lib turadi. Qatga urib olganman deb esla olmaysiz. Yoki bo'lmasam ertalablari har zamonda milkning qonashi yoki burundan sel kelishi, mana shunaqangi holatlar baribir kuzatiladi xronitskiy anemiyalarda. Mana buni har kuni ertalab saharda bitta sashe paket trombosit ko'taruvchi, bitta sashe paket qon to'xtatuvchini olib, ikkalasini bitta qilib 1 litrli bankaga damlanadi, 3-4 soatga damlab o'rab tashab, kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda ichiladi va sizda doimiy qiynab kelayotgan o'sha xronitskiy doimiy kamqonlikdan xalos bo'lasiz. Xudo xolisa yordam beradi. Mana shu mahsulotlardan foydalanib kamqonlik kasalligini oldini oling. Chunki bu kasallik bora-bora og'ir kasalliklarga olib boradi. Ya'ni trombositopeniya, trombostopatiya, purpur, aplastik, hatto oq qon kasalligiga ham olib borishi mumkin.